Tarvuzning foydali xususiyatlari. Ko'pchiligimiz sevib iste'mol qiladigan tarvuzning biz bilgan va bilmagan ko'plab foydalari bor. Quyidagi tarvuz haqida siz uchun qiziqarli va foydali bo'lgan ajoyib ma'lumotlarni keltirib o'tamiz. Tarvuz sportchilarga koni foyda. Tarvuzda L-strulin aminokislotasi ko'p bo'lib, bu bo'g'imlar orasidagi og'riqni to'xtatadi. Agar mashg'ulotdan keyin achish va og'riq sezilishini xohlamasangiz, u holda mashg'ulotdan avval yangi tarvuzning 1/3 qismidan tayyorlangan sharbatni ichish tavsiya qilinadi. Tarvuz po'chog'i va urug'ini iste'mol qilish. Albatta, bu gap sizga yoqimsiz tuyulgandir. Ammo biz tarvuz po'chog'ini tashlab yubormasligingizni tavsiya qilamiz. Birinchidan, ular juda ham mazali. Po'choqlarni bir nechta kichik bo'laklarga bo'ling va limon, bodring hamda muz bo'laklari bilan blenderga soling. Tabga ko'ra shakar va ko'katlar solishingiz mumkin. Natijada S, V1, V2, karotin, foliy va pantoten kislotalariga boy bo'lgan ajoyib sharbat tayyor bo'ladi. Tarvuz urug'i teri holatini yaxshilaydi va yallig'lanishga qarshi samarali vosita vazifasini o'taydi. Bundan tashqari u temir, urug' oqsillariga boy. Tarvuz suvga boy meva. Tarvuzni 91% qismi suvdan iborat. Bundan tashqari u kam kaloriyali poliz mahsulot hisoblanadi. 100 gram tarvuzda atiga 38 kaloriya mavjud. Tarvuz ko'z va miya faoliyati uchun foydali. 2 bo'lak tarvuz iste'mol qilish sizning ko'zingiz va fikrlash qobiliyatingiz uchun juda foydalidir. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, tarvuzning mazali mevasida A va V6 vitaminlarining mavjudligi. Birinchidan, ko'zning turli infeksiyalardan himoya qilib, tiniq ko'rishni ta'minlasa, ikkinchidan, xotirani mustahkamlab, fikrlash tezligini oshiradi. Tarvuz ultrabinafsha nurlardan himoyalaydi. Inson organizmi ultrabinafsha nurlarga qarshi kurash olib borishiga bir necha mahsulotlarning o'rni beqiyosligi ilmiy jihatdan isbotlangan. Tarvuz ham aynan shu mahsulotlar qatoriga kiradi. Unda likopin moddasining mavjudligi turli nurlanishga qarshi kurashishda yordam beradi. Tarvuz qandni to'playdi. Yangi tarvuzda 5 dan 13% gacha yengil birikadigan qand mavjud. Tarvuz kesilganda fruktoza va glyukozalar umumlashadi. Saxaroza, ya'ni qand, bunga qaraganda kechroq hosil bo'ladi. Shuning uchun qandli diabetga chalinganlarga barrak ezilgan tarvuzdan kam miqdorda iste'mol qilish tavsiya etiladi. Tarvuz tanadagi ortiqcha shlaklarni tozalaydi. Tarvuz ovqat hazm qilish faoliyatini yaxshilaydi. Yurak-qon tomir tizimi hamda yurak va jigarni tozalaydi. Tanadan xolesterinni chiqarib tashlashga yordam beradi. Yoshlar bilan bog'liq muammolari bor bemorlarga tarvuzni ko'proq yeyish tavsiya qilinadi. Agar sizda tarvuz iste'mol qilmaslik uchun jo'yali sabab bo'lmasa, u holda kundalik yegulikda 2-3 kilogramm tarvuz yeyishni maslahat beramiz. Tarvuzni zararli yoki zararsiz ekanini tekshiring. Tarvuz eng bezarar poliz mahsuloti sanaladi, chunki uning qattiq po'stlog'i turli zararli moddalarning tashqi muhitdan kirishiga yo'l bermaydi. Ayniqsa so'nggi yillarda tarvuzni yetishtirish birmuncha ortdi. Unda turli zararli moddalar bor-yo'qligini hamma ham bilavermaydi. Tarvuz zararsizligini aniqlash uchun tarvuzni mevasidan ozroq kesib, toza suvga solinadi. Suv biror soatlardan keyin rangida xiralik paydo bo'lsa, unda hammasi joyida. Agar solingan suv yorqin pushti, qizil va sariq tusga kirsa, u holda tarvuzdan voz kechganingiz ma'qul.